Assalomu alaykum. Sizlar bilan bu videoda Akinda platformasida aksiyalarni qanday qilib qidirishlik, ularni halollik statusini ko'rishlik va aksiyalar bo'limida nimalar borligini ko'rib chiqamiz. Buning uchun Akinda platformasiga kirganmiz va qidirish bo'limidan tepadagi headerdan yoki bo'lmasam pastdagi mana bu joydan qidirishligimiz mumkin. Tepada Tesla aksiyasini yozib olamiz. Tesla aksiyasini ko'rishligimiz mumkin. Mana Tesla aksiyasi ochilindi. Bu yerda Tesla aksiyasini statistikalari, SWOT analizi berilgan. Mana ko'rib turganingizdek, opportunity deyarli yo'q, threats mana qanaqa holatdaligini ko'rishligimiz mumkin bemalol. Va mana boshqa ma'lumotlarni ham bemalol ko'rishimiz mumkin. Akinda ranking score'da reytingni ko'rishimiz mumkin. Aksiyani prognozini va baholash holatini ko'rishligimiz mumkin, qanaqa holatdaligi, moliyaviy hisobotlari, barcha Tesla aksiyasini balanslarini, pul oqimi, nisbatlar ko'rinishini ko'rishligimiz mumkin. Bu mana bemalol o'zbek tilida yoki bo'lmasa mana ingliz tilida bemalol o'qishligingiz mumkin. Yillik, kvartallik, ya'ni choraklik ko'rishligimiz mumkin. Shariy report yoki mana shu halolni ustiga bosadigan bo'lsangiz, shariy reportni ko'rsatib beradi. Mana shu joyda bemalol kirishligingiz mumkin. Va ranking score, ya'ni Akinda ranking score'ni ham bemalol mana shu joyda ko'rishligingiz mumkin. Bu joyda chiqmaganining sababi Tesla dividend to'lamaydigan aksiyalar turiga kiradi. SWOT analizini ko'rishligimiz mumkin bu yerda. Undan tashqari ownership bemalol bu yerdagi ma'lumotlar 2026da hozircha ma'lumotlar kamroq, 2025ga o'tadigan bo'lsak, ma'lumotlarimiz anchagina ko'proq bo'ladi ko'rib turganingizdek. Earningsni ko'rishligimiz mumkin va bu yerda agar dividend bo'lsa, dividendlarni ko'rishligimiz mumkin bo'lardi. Va undan tashqari peers, ya'ni uni raqobatchilarini ham bemalol ko'rishligimiz mumkin. Xuddi shu kabi mana Tesla xohlasak men bu Bluebird Corporation'ni ustiga bosadigan bo'lsak, u kompaniyani ham chiqarib beradi. Mana halol reytinglarni ko'rishligimiz mumkin va siz bilgan Apple aksiyalari bo'ladimi? Xohlaganini buni belgisi orqali yozsangiz ham bo'ladi. Ya'ni AAPL yoki bo'lmasam o'zini nomini yozishingiz mumkin. Siz biladigan Amazon kompaniyasi. Amazon kompaniyasini ochamiz. Mana ko'rib turganingizdek, uni ham sahifasi ochildi. Rating, moliyaviy hujjatlar, shariy report, ranking, mana shu barcha ma'lumotlarni ko'rishligimiz mumkin va siz platformamizda tuzgan simulyatsiya bo'lgan portfoliyongizga add to portfolio qilib kerakli portfolio tanlaysiz. Mana shu aksiyani ham bemalol qo'shib olishligingiz mumkin bo'ladi. Mana 0.5 bo'lgan holatda. Ko'rib turganingizdek, mana oddiy holatda platformamizda aksiyalarni qidirib topishligingiz, ularni sahifalarida turli xil ma'lumotlarni ingliz tili, o'zbek tillarida bemalol o'qishligingiz mumkin bo'ladi. Bu yerga mana chiqib ketadigan bo'lsangiz, qaytadan qidiruv bo'limidan tekshirgan holatda kirasiz. Bu videomiz mana shu joyda tugadi. Akindani tanlaganinglar uchun barchalarga kattakon rahmat.